Mana bizning eng xuliganchigimiz bugungi. Mana o lablari botoks qo'lini og'ziga olib kelyapti bolachamiz. Tinimi yo'q, izlanyapti, kerilyapti. Qo'lini og'ziga olib kelishi. Xo'jayinlari qaynonasi bilan kelgan ayolimiz mazza qilib tomosha qilishdi, juda ham xursand bo'lishdi. Chiroyli videolar, mana shu holatlarni videoga tushirib berdik, rasmlar chiqarib berdik. Eng qizig'i, eng xursand bo'ladigan joyi bu bolachamiz yuzini ko'rsatib, papasiga o'xshar ekanda, dadasiga o'xshar ekan bolachamiz. Burunchalar, ayolimizning burunlari katta ekan, lablari, ikkita ko'zchasi, labi, burni o'xshashlarini o'zlari ham tan olib, mana xursand bo'lib ketdi.